Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Agar men Qizil filiali har doimdek mijozlar bilan uchrashuv olib bormoqda. Shu mijozlarda qiziqtirgan savollar, bank mahsulotlari bo'yicha tushunmovchiliklar bo'lsa, o'shalardan ma'lumot olish bo'yicha har doim suhbat o'tkazib ketyapmiz. Bugungi uchrashuvimizda mana shu haqda bo'ladi. Sizlar bugun kelyapsizlar. Ko'proq bank kredit mahsulotlariga ko'proq tushunchaga ega emasizlar. Yoki boshqa bir takliflaringiz bor, boshqa yo'nalishlarda muammolar bo'layotgan bo'lsa, bemalol savol bersanglar, savollaringizni javob beramiz. Marhamat, savol bersak, marhamat, kimni savol bor? Marhamat. O'zimni bank qilganman, chorvachilik bo'yicha kredit olishga haqqim bormi, shuni berishlaringizni so'rayman. Albatta, tushunarli bo'ldi. Bu savolingiz bo'yicha chorvachilik yo'nalishlari bo'yicha kreditlarimiz bor. Chorvachilik yo'nalishda mahalla loyihasi bo'yicha bizga birinchi qadam 2 degan o'z-o'zi bank qilish shaxslarga beriladi. Demak, bunda 50 million so'mgacha beramiz, yillik 25%, 60%ga muddatgacha. Bunda 3-shaxs kafilligi, sug'urta polsaqon ta'minot sifatida beriladi. Bunda yana bir marta takror aytsam, ayollarimizga prezidentimiz tomonidan imtiyoz berildi, 2% kamaytirdi. Ayollarimizga 25% emasda 23% berildi. Albatta bu mahalliy chorva mollari bo'yicha 50 million so'mgacha, 50 million so'mgacha kirib beriladi. Plastik kartangizni tushib beriladi. Bemalol plastik kartangizni o'ziz mahalliy chorva mollardan bo'ladimi? Ya boshqa bemalol sotib olasiz o'ziga. Yana kim? Aytib. Qizimiz tikuvchilikka shularmasi, shunga nima imtiyozlar bor? Tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha yana yuqorida ta'kidlab o'tdim, mahalla loyihasi kredilari bor. Bundan boshqa yana bizga birinchi qadam nomli bank mahsulotimiz bor. Uni o'z-o'zi bank qilgan shaxslarga 5 million so'mgacha beramiz. Yillik 25%, 12 oy muddatga sug'urta polisi orqali ta'minot sifatida bo'ladi. Keyin bizga ko'mak yana degan mahsulotimiz bor. Uni o'z-o'zi bank qilgan shaxslarga 17 million so'mgacha beramiz. Yillik 25% gacha qisqa muddatga sug'urta polisi yoki 3 shaxs kafilligidan beriladi. Bunda albatta shu plastik kartalar tushib beriladi. Bemalol shu ta'minotchini o'ziga yoqin tikuv mashinasini o'sha saqlasa bo'ladi. Shu faqat ish faoliyatini davom ettirsa, loyihani maqsad ishlasa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana ta'minot sifatida 3 shaxs kafilligi doimiy ish joyiga ega bo'lgan, doimiy daromadga ega bo'lgan fuqarolar. Albatta o'sha davlat ishida ishlaydigan. Davlat ishida bo'lsa ham, xo'jalik subyektlarida ishlasa ham doimiy to'g'ri ish joyiga ega bo'lgan, oymay daromadga ega bo'lgan fuqarolar 3 shaxs kafilligi sifatida bo'ladi. Shunday bo'ladi. Yana vaqt Assalomu alaykum. Men do'kon ochmoqchiman, tadbirkor yo'nalishi bo'yicha. Tadbirkor yo'nalishi bo'yicha kreditlarimiz bor. Bunda biz qarorlar 312 sonli qaror bo'lsa, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida mikrokreditlar ajratib ko'zda tutilgan. Bunda 300 million so'mgacha bo'ladi. Bunda tumanlarda toifalar bo'lingan. Albatta bizda tumanda Qizil tumani, Ma'lum tumani 500 toifa ketadi, 500 toifa degan imtiyozlar qo'lga berilgan. Albatta 100 million so'mgacha bizga sifatida beriladi. Bunda 19%gacha ayollarimiz imtiyozlar 17%gacha tadbirkor qo'llab beriladi. Bizga garovsiz ta'minotsiz kreditlarimiz bor. Shuncha savollar bo'lsa, bemalol bank xodimlaringiz murojaat qilsangiz, savollaringizni javob berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringizni